Joriy yilning 1-yanvardan 30-yanvariga qadar respublikamiz bo'ylab xavfsiz xonadon oyligi o'tkazilmoqda. Ushbu tadbir aholi yashash joylarida favqulodda vaziyatlarning oldini olish, xususan qish mavsumida ko'p uchraydigan is gazi bilan bog'liq hodisalar, yong'in va texnogen xatarlarning barvaqt oldini olishga qaratilgan. Oylik doirasida joylarda keng ko'lamli profilaktik tadbirlar amalga oshirilmoqda. Navbatdagi lavha shu haqida. Mazkur oylik doirasida Favqulodda vaziyatlar bosh boshqarmasi mas'ul xodimlari hamda quyi tizim vakillari hamkorligida Toshkent viloyatining O'rta Chirchiq tumanida manzilli o'rganish ishlari tashkil etildi. Tadbirlar mahallalar kesimida olib borilib, ko'cha va xonadonlar bosqichma-bosqich ko'zdan kechirildi. Profilaktik tadbirlar davomida avvalo xonadonlardagi isitish pechlari, mo'rilar hamda elektr tarmoqlarining texnik holatiga alohida e'tibor qaratildi. Mutaxassislar tomonidan sim va kabellarning sozligi, ulanish nuqtalarining xavfsizligi o'rganilib, aniqlangan kamchiliklar yuzasidan tavsiyalar berildi. Shuningdek, aholiga nostandart va qo'l bola isitish moslamalaridan foydalanishning salbiy oqibatlari tushuntirilib, is gazidan zaharlanish, yong'in chiqishi va portlash xavfi haqida ogohlantiruvchi eslatmalar tarqatildi. Bu orqali fuqarolarning kundalik ehtiyot choralariga mas'uliyat bilan yondoshishi muhimligi ta'kidlandi. Bundan tashqari, tuman hududida olib borilayotgan qurilish obyektlarida ham profilaktik nazorat tadbirlari amalga oshirildi. Qurilish jarayonida favqulodda vaziyatlar yuzaga kelishining oldini olish, texnika xavfsizligi qoidalariga rioya etilishi hamda belgilangan me'yorlarning bajarilishi mutaxassislar tomonidan o'rganildi. O'tkazilayotgan ushbu chora-tadbirlar aholi xavfsizligini ta'minlash, texnogen va yong'in bilan bog'liq hodisalarning oldini olish hamda fuqarolarning hushyorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Xavfsiz xonadon oyligi doirasidagi profilaktik ishlar belgilangan muddat davomida izchil davom ettiriladi.